Aeroport Pulkova, agar sizni pasportingizni varaqi yirtilgan bo'lsa, hatman pasportni vatanga qaytishdan oldin, Rossiyadan vatanga qaytishdan oldin возвращение на родинаga, ya'ni pasportingizni almashtirib, bilet sotib olib uchib ketsangiz bo'ladi. Juda ko'plar pasporti varaqi yirtilgan, e'tibor bermaydi, ketsam bo'ladi deb bilet olib kelganlar bor, lekin tamojidan sizni qaytaradi. Shunaqa holatda biletga kuyib qolishingiz mumkin. Buni bilayotganlar ham bor, bilmayotganlar bor. Siz kommentariyaga yozishingiz mumkin, mening pasportim varaqi yirtilgan edi, o'tib ketdim deb. Bu kamdan kam holatda o'tib ketishingiz mumkin. Lekin juda ko'plarni qaytarganlar bor. Mana shuni o'z ko'zim bilan ko'rganim uchun sizlarga video qilib chiqaryapman. Bu Sankt-Peterburg Pulkova aeroporti. Iloji boricha mana shu videoga bitta yurakchani bosib qo'yib tarqatishga yordam beringlar. Kimnidir pasporti agar defekti bo'lsa yoki pechatingiz o'chib ketgan bo'lsa, hatman almashtiringlar. Hatman kanalga obuna bo'linglar. Aeroport Pulkovadan sizlarga kerakli yangiliklar